Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Steppy va bugun biz sizlar bilan unutilgan youtuberlar haqida video olamiz va unutilgan youtuberlar buguncha 3 tagina bo'ladi. Va joyingizga yaxshilab o'tirib oling, yeb ichishga narsa olib oling. Biz boshladik. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men bugun unutilgan youtuberlar videosini olaman. Mana birinchi youtuberimiz Visual Gaming. Mana Visual Gaming 14.500 ta obunachisi bor va 66 ta video qo'ygan. Eng yangi videosi bu Minecraftda mutant skelet bo'lib o'ynash. Minecraft trolling videosi ekan. Eng mashhur videosi esa serial Minecraft o'zga olamga malika bilan to'qnashuv videosi ekan. Mana ko'ryapsiz. Eng eski videosi ular bizni bot deb o'ylashdi aslida. Internetsiz prank. Mana ko'ryapsiz. Mana millionta juda ko'p video qo'yishgan. Mana shortslarda esa yagona shortsi bor ekan. Mana o'zingiz bildingiz. Jonlilar ham olingan ekan 3 yil oldin. 3 yil oldin ekan. Playlistlarda Minecraft moblarga aylanib o'ynash serial. Rekker bilan treyler, do'stlikka xiyonat. Xullas ko'p videolar, postlar. 6 oy oldin yana video tashlashgan ekan. Starfaza Visual antiqa savol. Mana ko'ryapsiz. Mana ikkinchi youtuberimizga hozir o'tamiz. Mana ikkinchi youtuberimiz Dry Tent kanali. Buni ko'pchilik menimcha bilsa kerak, bilmaganlar ham ko'p bo'lsa kerak. Mana Dry Tent videolar. Eng mashhuri Dry Tentni bosqini ekan. Ikkinchisi Prismari meni qishlog'imga mehmon bo'lib keldi. U yaxshi videolar qo'ygan ekan. Eng mashhuri 1.300.000. Bu uyning ikkinchi etajida nima bor? Rated Minecraft. Eng eskisi 3 yil oldin men qishlog'imga meteorit tushdi. Yaxshi videolar ham qo'ygan shekilli. Mana video bilmadim lekin qanaqa. Mencha yaxshi o'xshab ko'rinmayapti. Ancha ko'p video qo'ygan. 4800 obunachisi bor. 112 ta video. Playlistlar ko'p mana ko'rib turibsiz. Juda ham ko'p video qo'yishgan. Ikkinchi Dry Tentning ukasi ham bor, ko'pchilik bilmasa kerak. Ukasi debman, singlisi. Buni videolarini ko'rgan bo'ladi. Men oldinlari ko'rar edim. Mayli. Qani uning do'stlari Sancho, Alafuz, Davix, qanaqadir youtuber, Faster SR, Mufli. Qani hozir o'tamiz. Mana oxirgisi Froz. Frozni ko'pchilik menimcha biladi. To'g'rimi? Mana eng oxirgi videosi bu 1 yil avvalgi. 1 yil avvaldan keyin video qo'yilmagan. Eng mashhuri Minecraft biz nima deyapman? Minecraft lekin bizlarda super yuraklar 3 yil oldin. 3 yil oldin. Eng eskisi 4 yil oldin. Aka-uka to'rmizlar. O'g'rini ushladik. Portalga kiramiz. One block. Ko'tarilib ketdik. Qovoq bosh. Shunga o'xshagan. Shortslari ham mana. Siz bilarmidingiz, aslida endermenlar odam tilida gaplashishini? Ha, ular bizga ingliz tilida salom berishadi, hattoki hol-ahvol ham so'rab qo'yishadi. Lekin biz bunga e'tibor bermaymiz. Yana ham qiziqarli kontentlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Siz bilarmidingiz, aslida endermenlar Mana faqat Minecraft'dagilar obuna bo'la oladi. Siz Minecraft'ermisiz? Mayli bunga obuna bo'lib qo'ying. Agar Minecraft'er bo'lsangiz. Mana. Unda 42.400 ta obunachisi, 225 ta videosi.
bor ekan. Jonlilari ham bor. Qachon chiqqan jonli? 1 yil avval. Playlistlar. Ishkalni do'dasi akang endi Mr. Bean. Krisalar makoni. Yo bile. Aka-ukalar, qovoqbosh. Mana postlar. Assalomu alaykum YouTube. Hammamizga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. 1 yil avval yozilgan. Mayli, bugungi videoyim shulardan iborat edi. Agar siz bularni ko'pchiligini bilsangiz, kanalga obuna bo'lib, like bosing. Bu like 100 ta bo'lgandan keyingi qism chiqadi. Va bunga ro'porosa 10 ta obunachi qo'shilishi kerak. Va 1000 tadan ortiq prosmotr olsa mayli. Keyingi qismni chiqaraman. Hammaga xayr.